Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari. Bugungi video obzorimizda TX brendidan svarchni apparatimizni qisqacha video obzorlarini qilib, narx-navolarni aytib, hamda ishlash jarayonlarini sizlarga ko'rsatib o'tib ketamiz. Ungacha sizlar kanalimizga podpiska bosib, like tugmachasini qizartirib qo'yaverasizlar. Kanalimiz obunachilari uchun aytilayotgan narxlardan chegirmalarni qilib beramiz. Apparatimiz eskirib ketgan, chunki apparatimiz 4 yil, 5 yil yaqin muddatgacha uy xo'jaligida xizmat ko'rsatgan bo'ladi. Shuning uchun apparatimizga e'tibor qilmaysizlar. Apparatimizda yangi variantdagi ko'rinishlarini video tagidagi nomerlarga aloqaga chiqib bemalol zakaz qilsalaring bo'laveradi. Apparatimiz TX brendidan Germaniya texnologiyalari asosida ishlab chiqarilgan 380 amperlik svachni apparatimiz bo'ladi. Apparatimiz inventorli pastoylarga ishlaydigan variantda bo'ladi. Uyda, xo'jalikda agar toklaring 160, 150 gacha tushib ketadigan bo'lsa, apparatni o'zi legirovka qilib, bemalol ko'tarib ishlab berishga mo'ljallangan bo'ladi. Apparatimizni yoqib, hozir sizlarga svarka qilib bitta ko'rsatib beramiz. Ko'rishlaring mumkin, amperajlarini 180 ampergacha bemalol ko'tarib ishlataverasizlar. Biz boriga qo'yib oldik. Hozir shu svarka apparatni ishlash jarayonlarini ko'rishlaring mumkin. Biz juda usta basimizni qo'ldan kelgancha ko'rishlaring mumkin. Elektrodimiz 2 lik elektrod bo'ladi. Apparatni o'zi 4 likgacha bo'lgan elektrodlarni bemalol eritib berishga mo'ljallangan bo'ladi. Kimga shunaqa svarchni apparatdan arzon narxlarda kerak bo'ladigan bo'lsa, kanalimizga podpiska bosib, like tugmachasini qizartirib qo'yaverasizlar. Manzilimiz Qo'qon shahar, Navoiy massив, Malina svetoforini yonginasida joylashgan qurilish texnikalari va svarka apparatlar do'koni bo'ladi. Kelib bemalol arzon narxlarda xarid qilishlaring mumkin. E'tiborlaring uchun kattakon rahmat. Bugun